88-yil Ford chiqib qoldi, zo'r holatda ko'raverasizlar. Mashina narxi $1,500 ekan. Mashinani ko'raverasizlar, orqa salonlari, mashina orqasi bekor ekan. Mashina holati yaxshi holatda, balonlari ham yaxshi. Mashinaning old holatini ko'raverasizlar. Prisepi ham bor ekan. Orqalarini ko'raverasiz, oldlarini. Mashinani kraskalari egalari bor deyapti ekan. Salonlari chexol polilar qilingan. Mashinaning probegi ko'raverasizlar. Bunda Fordni tushuna olmayman, lekin mashina zo'r holatda. Pritseplari ham bor ekan. Mashina motorlarini qilib qo'yishibdi. Tomda shunaqasi ham bor, esimdan chiqib qoldi. Hozir nomer telefon raqamlarini so'rab beraman. Telefon nomerlaring 95lik 95lik 025 025 2369. Mashinaning kraskalari bormi? Kraskasi bor, oldi kapot ozgina bor. Oldi kapotida bor ekan kraskasi. Shu shu. Kapotida mana. Ha, bilinib turibdi. Mana shu o'zi. Bo'ldi. Mashina 1,5 ming qattiq nomeri? Qo'qonniki ekan. Qo'qon bozorida arzon narxda mashinalar chiqib qoldi. Shu raqamlarga bemalol chiqib ko'rasizlar. Mashina holati zo'r holatda turibdi. Motor holatlari zo'r holatda.